nima maqsadda ko'rsatuvimizga murojaat qilgansiz, qanday masalada sizga yordam kerak? Marhamat. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvga kelishimdan maqsadim 2 haftadan keyin to'yim bo'lishi kerak. Unashtirilganman. 2 haftadan keyin to'yim bo'lishi kerak, lekin shu to'ydan oldingi tibbiy tekshiruvlardan o'tayotganimizda bo'lajak turmush o'rtog'imda AIDS, ya'ni o'sha SPID kasalligi aniqlandi. To'g'risi bu xabarni eshitib hayron qoldim. Bir tomondan shokka tushib qoldim o'zim. Shu vaqtgacha bilmaganman ularda bunaqa kasallik borligini, o'zlari ham aytmaganlar bu narsani. Tekshiruvlar natijasida shuni bildik. Keyin aytdim uydagilarimga, qarishiman, to'yni to'xtatamiz dedim. Men bo'lmaydi deb aytdim. Uydagilarim ham buni xabar eshitishgandan keyin уже qarshilik bildirishni boshlashdi. Lekin shu kuyov taraf o'g'limda ayb yo'q, men o'g'limda bunaqa kasallik borligini bilmaganman deb o'g'lini aybini yashirishga, kasalligini xabarim yo'q deb ular to'y to'xtatish niyatlari yo'q. To'y bo'ladi deb turib olishgan. Shunga men shu masala bilan keldim sizlardan yordam so'rab. Demak, qanday yo'lni tutsam to'g'ri demoqchisiz. Endi har qanday holatda ham Yorbek aka, oilani yolg'on bilan boshlash qanchalar to'g'ri? Va ayniqsa bugungi masaladan kelib chiqadigan bo'lsak,